yetkazsin. Xolajonim qarang, hozir gul do'konga bordik. Gullar rosa ko'p edi ekanda. Men qo'limdagi gullar ichida eng chiroyligi menman deb turadi ekan. To'xta dedim, hozir bitta xolam bor dedim, asaka choyxonasida o'tirishibdi ekan dedim. Xolamning chiroyini ko'rib o'zingdan o'zing hijolat topolmasang bo'ldi. Qarang, qo'limdagi gul sizni chiroyingizni ko'rib o'zidan o'zi hijolat bo'lyapti. Shu gulni sizga topshiraman. Faqat bitta shart bilan topshiraman. Bugundan boshlab hech qachon qarimayman, hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da bersangiz topshiraman. Va'da berasizmi? Bo'ldi, bitta guldiroz qarsanglar gullarni ochilib yuring. Hech qachon qaramang, hech qachon kasal bo'lmang. Doimo sog' salomatlikda ko'rishib yurishlik albatta nasibsin. Hozir bitta niyat qilib qo'ydim. Xudo xolasa xolajonim 100 ga kirganingizda ham bizni shunaqangi yaqinlar davrasida hech qanaqa hassasiz, qaramagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzingizga ajin tushmagan holatda, tishlaringiz butun holatda kelinglar bolalarim deb kuting, biz kelaylik, tabriklaylik, ashk kunlarga yetkazsin. Nima dedinglar? Ha?